Drandlet laqabli mana shu harramini sotmoqchiman. Sizlarga aybidan tushuntirib beraman buni. Birinchi aybi mana bu yerda singan, mana bu yerda yorilgan, mana bu yerda singan. Eng katta iflos aybi menga yoqmaydigan tomoni, bunga shtraf kelaveradi. Hozir obzor qiladigan bo'lsak, 4 ta balloni bor, oldi kapot bor, orqa kapot bor, mashina yuradi. Shu 4 ta ballonni kecha yangi qo'ydim, pachka, zimniy ballonlari ham bor. Bu pedallarni tez haydading deb ham shtraf keladi, palasani bosding deb shtraf keladi. Qizil svetofordan o'tding deb ham shtraf keladi. Eng qizig'i mashina haydash men uchun emas ekan deb shu yo'lda bir chetiga hech kimga mushohada bermaydigan joyga qo'yib qo'ysa, parkovka deb ham shtraf keladi. Remontda ixga chotki yurib qo'yadi, yurishida umuman muammo yo'q, yurishi chotki. Qolgan narxim 250 ming, shu paytgacha 50 ming rubl rasxod qildim. Xullas 300 ming rubl shu paytgacha pul ketdi. 300 ming rublga sotmoqchiman. Olmoqchi bo'lganlar mana shu usluga fasad akkauntiga yozinglar, через o'sha men bilan bog'lanasizlar, hech kimga yozmanglar. Mashina Yekaterinburgda. Realni oladigan holda ketmon yoki kurak ko'tarib kelinglar o'zlaring bilan. Men hozir buni o'rmonning ichiga olib borib ko'mib qo'yaman. Yo baland etash tomiga olib chiqib qo'yaman, yo yerda tagida, yo yerda ustida turish kerak. Bu yerda tursa bunga shtraf kelaveradi.